Assalomu alaykum do'stlar. Spektrum A2 Capital 6 biz davom etamiz. Bugungi mavzuyimizning nomi Was uns glücklich macht. Nima bizni baxtli qiladi deb nomlanadi. Demak, birinchi mashqdan boshlaymiz. Umfrage wann fühlen Sie sich gut? Wann Sie sind zufrieden? Glücklich deb berilmoqda ma'lumot. Demak, so'rovnoma qachon siz o'zingizni yaxshi his qilasiz, qachon siz mamnunsiz yoki baxtlisiz degan ma'noni beradi. Zufrieden hamda glücklich. Va bu yerda quyidagicha yangi terminologiyalar berilyapti. Sporttreiben, ya'ni sport bilan shug'ullanmoq, ein interessantes Hobby haben, qiziqarli hobbiga ega bo'lmoq, gesund sein, sog'lom bo'lmoq, ein leckeres Essen kochen, shirin taomni pishirmoq, mit Freunden reden, do'stlar bilan suhbatlashmoq, mit der Familie feiern, demak oila bilan nishonlamoq, jemandem helfen können, kimgadir yordam bera olmoq. Va navbatdagisi die Sonne scheint, quyosh, demak charaqlaganda, charaqlamoq. Die Blumen blühen, gullar gullaganda. Ein gutes Buch lesen, qiziq yaxshi kitob o'qiganda, ya'ni o'qimoq. Mein Lieblingsmusik hören, sevimli musiqamni eshitmoq. Etwas Schönes kaufen, nimadir chiroyli narsani sotib olmoq. Ein Projekt erfolgreich beenden, qaysidir proyektni demak muvaffaqiyatli tugatmoq. Einen interessanten Job haben, qiziqarli ishga ega bo'lmoq. Gehalt, pul, Geld bekommen, pul hamda oylik qabul qilmoq. Keinen Deutschunterricht haben, ya'ni Deutschunterricht bu nemis darsiga ega bo'lmoq. Keinen bo'lsa ega bo'lmaslik. Bald in den Urlaub fahren, tezroq demak ta'tilga bormoq. Nicht früh aufstehen müssen, ertalab demak vaqtli uyg'onmaslik. Nicht tun müssen, hech narsa qilmaslik degan ma'noni beradi va bu yerda mana glücklich zufrieden. Shu tariqa ushbu redimitorlarni ishlatgan holatda demak biz bizni nima baxtli qilishini aytishimiz kerak bo'ladi. Va bu yerda mana yana qo'shimcha redimitorlar sich gut fühlen, yaxshi his qilmoq, zufrieden mamnun bo'lmoq, glücklich sein baxtli bo'lmoq. Sich schlecht fühlen, yomon his qilmoq, unzufrieden mamnun bo'lmaslik, unglücklich sein baxtsiz bo'lmoq. Va smayliklar ham berilmoqda. Bular albatta birinchi mashq uchun atalgan qism edi. Ikkinchi mashq glück, ya'ni baxt deb nomlanadi. Ushbu mashqda bizga quyidagicha tekst berilmoqda va birgalikda ushbu tekstni o'qib tarjima qilib chiqamiz. Demak, Faktoren für Glück und Zufriedenheit, ya'ni baxtlik bo'lish faktorlari deb nomlanadi. Viele Studien zum Thema Glück zeigen, dass die Gesundheit einen sehr großen Einfluss auf die Zufriedenheit der Menschen hat. Ya'ni ko'plab demak izlanmalar baxtli bo'lish mavzusi ko'rsatadiki, sog'liq bu katta ta'sir qiladi, ya'ni nimaga? Baxtli bo'lishiga, insonlarning baxtli bo'lishiga. Sie zählt zu den wichtigsten Glücksfaktoren. Bu hisoblanadi eng muhim baxtlilik faktori. Aber auch die materielle Seite des Lebens spielt eine Rolle. Lekin material tomondan ham, hayotning material tomoni ham katta rol o'ynaydi deyilmoqda. Das Sprichwort, ya'ni maqol. Geld macht nicht glücklich, stimmt nur zum Teil, denn die materielle Sicherheit ist eine Voraussetzung für Zufriedenheit deyilmoqda. Ya'ni pul baxtlik qilmaydi, faqatgina qisman to'g'ri, chunki material bezopasnost ham demak o'sha baxtli bo'lish uchun asosiy o'rinlarda turadi. Nach Meinung der Wissenschaftler liegt das materielle Glückslimit bei rund 60.000 Euro deyilmoqda. Ya'ni olimlarning fikricha material baxt limiti 60.000 euroni tashkil qiladi, yillik daromad, Jahreskommen. Wenn man mehr Geld verdient, wird man nicht glücklicher. Qachonki siz ko'p pul topsangiz, siz baxtli bo'lmaysiz. Außerdem brauchen wir für ein glückliches Leben einen festen Partner, eine liebevolle Familie und gute Freunde. Baxtli bo'lish uchun bundan tashqari kishilar ega bo'lishi kerak. O'sha mustahkam partnyor hamda sevgiga to'la oila va yaxshi do'stlarni.
Am glücklichsten fühlen sie sich die Menschen in einer dauerhaften Beziehung, sagen die Glückforscher. Eng baxtlisi his qiladi o'zini insonlar uzoq davom etuvchi demak munosabatlarda deb aytmoqda baxt izlovchilari. Zu Gesundheit, materielle Sicherheit, Partnerschaft und Familie kommt noch ein weiterer Faktor. Eine sinnvolle Tätigkeit. Ya'ni salomatlik, material bezopasnost hamda o'sha partnyorga ega bo'lish hamda oilaga ega bo'lish keyingi faktorlarda turadi. Va bulardan tashqari demak o'sha faoliyat, oqilona faoliyat ham turadi. Ya'ni Tätigkeit ma'nosi faoliyat. Das kann man der Beruf sein, eine ehrenamtliche Tätigkeit oder ein Hobby. Insgesamt bestimmen diese und andere Glücksfaktoren 50% des Glücksgefühls, die anderen 50% bestimmen unsere Gene. Ya'ni kasb ham yoki volontyorlik yoki hobbilar ham kiradi deyapti. Bu faoliyatga umumiy olganda ushbu baxt faktorlar 50% his qiladi, 50% esa demak bizni genimizda bo'ladi. Va ushbu 3-mashqda esa quyidagi faktorlarni biz sanab o'tishimiz kerak bo'ladi. Birinchisi demak Gesundheit, Partnerschaft, Sicherheit, materielle Sicherheit va Beruf shu kabi demak ko'rsatkichlarni mustaqil demak yozib chiqishimiz bizdan so'raladi. C qismiga e'tiborimizni qaratamiz. Bilden Sie das Sätze deb nomlanmoqda. Demak, bu yerda biz das qo'shimchasini to'g'ri qo'yishimiz kerak bo'ladi. Kelinglar, misolni ko'rib chiqamiz. Die Gesundheit hat großen Einfluss auf die Zufriedenheit der Menschen deyilyapti. Ya'ni salomatlikka katta ta'sir ko'rsatadi baxtli bo'lishi insonlarni deyapti. Endi bu yerda das holat qo'yilgan o'qib chiqamiz. Studien zum Thema Glück zeigen, dass die Gesundheit großen Einfluss auf die Zufriedenheit der Menschen hat deyilmoqda. Ya'ni ta'limotlar shuni ko'rsatadiki, ya'ni baxt mavzusi shuni ko'rsatadiki, sog'liq katta ta'sirini ko'rsatadi. Demak, nimaga? O'sha mamnuniyatga, ya'ni baxtli bo'lishga insonlarning. Ikkinchi holatda die materielle Sicherheit ist eine Voraussetzung für Zufriedenheit deyilmoqda. Und Glück. Wissenschaftler haben das herausgefunden, dass die materielle Sicherheit eine Voraussetzung für Zufriedenheit und Glück ist. Ya'ni bu yerda das qo'shimchasi yuqorida o'rgangan grammatikamiz kabi demak nima bo'ladi? Fe'lni oxiriga o'tkazib yuboradi. Va tarjimasi olimlarni izlanishlariga ko'ra, demak o'sha material bezopasnost nima ekan? Mamnuniyat yoki baxtli bo'lish, baxt uchun eng oldingi qatorlarga kiradi deyilmoqda. Va ikkinchi primerda ko'ramiz. Glückforscher meinen, dass das materielle Glückslimit bei rund 60.000 Euro Jahreskommen liegt bo'ladi. Ya'ni fe'l oxiriga o'tib ketadi. Ko'rib turganingizdek, bu juda ham oson mashq. O'ylaymanki, qolgan qismini bajarishda sizlarga qiyinchilik olib kelmaydi degan umiddaman. Davom etamiz. 4-mashq. Die liebe Familie, meine Verwandten deb nomlanmoqda. Sevimli oila, meni qarindoshlarim deb nomlanmoqda. Va kelinglar oila shajarasini birgalikda o'rganib chiqamiz va ishdan boshlaymiz. Ya'ni ish bu men deyapti. Va uni oldida mein Mann, ya'ni eri. Xo'p, bu tomonda, o'ng tomonda meine Schwiegermutter, qaynonam, mein Schwiegervater, qaynota degan ma'noni beradi. Va chap tomonga yuramiz endi. Mein Bruder plus meine Schwägerin. Mana akam va kinnayam degan ma'noni beradi. Keyingisi meine Schwester, mein Schwager. Mana opam va pocham degan ma'noni bermoqda. Va yuqorida demak ota-onasi mein Vater, meine Mutter, buni albatta abrda tanishganmiz. Ushbu oila to'g'risidagi ma'lumotlarni sizlar bilan Abr Spektrum kitobida ham yaqinlikcha tanishtirib chiqqanman. Albatta buni YouTube havolamizdan ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Va yon tomonda meine Tante, ya'ni meni ammam yoki xola, ahamiyati yo'q.
Bu tomonda esa mein onkel, amaki yoki tog'a, meine tante, bitta ham xola yoki amma va meine kuzine bu o'sha amakivachcha degan ma'noni beradi. Va yuqorida meine oma, ya'ni meni buvam, mein opa meni opoqim, ya'ni bobom degan ma'noni beradi. Bu tomonda ham xuddi shunaqa ko'rinishda va pastga tushamiz. Mein Sohn mani o'g'lim, meine Schwiegertochter demak mani kelin qizim deyilyapti va bu tomonda meine Tochter qizim, mein Neffe jiyan o'g'il bola, meine Nichte bu qiz bola jiyan. Va eng pastki qismda mein Enkelkind ya'ni nevaram degan ma'noni beradi. Endi esa bir qismini ko'rib chiqamiz. Where is das? Kim deyapti? Der Bruder meiner Mutter ist mein Onkel. Ya'ni meni onamni akasi mani demak tog'am, mein Onkel. Die Schwester meiner Mutter ist deyilyapti. Ya'ni mani onamni opasi albatta meine Tante bo'ladi do'stlar. Davom etamiz. Die Tochter meines Onkels ist, ya'ni amakimni qizi, demak siz amakivachingiz bo'ladi. Bu yerda berilgan, mana ko'rishingiz mumkin. Meine Cousine bo'ladi. Der Vater meines Mannes, ya'ni mani erimni dadasi, Schwiegervater. Schwiegervater. Qaynota. Die Frau meines Bruders, ya'ni akamni ayoli sizga albatta kelinoyi bo'ladi. Buni ham bergan. Mana. Schwiegerin, meine Schwiegerin. Meine Schwiegerin. Die Mutter meines Mannes, ya'ni onam erimni onasi. Albatta bu qaynona bo'ladi. Bu meine Schwiegermutter. Schwiegermutter qisqartirib yozyapman. Keyingisi die Mutter meiner Mutter ist onamning onasi, meine Oma albatta. Meni buvam. Qanda das Kind meines Sohns, ya'ni farzandimning bolasi, mein Enkelkind bo'ladi. Oltinchi mashqqa e'tiborimizni qaratamiz. Der schönste Tag im Leben, ya'ni hayotning eng chiroyli kuni deb nomlanadi. Bu yerda demak bizga albatta to'y haqida ma'lumotlar beriladi. Germaniyadagi to'ylar. Vor der Hochzeit, to'ydan oldin. Die Trauung, unashtiruv, ya'ni nikoh. Die Hochzeitfeier, bu to'y kuni. Qani nach der Hochzeit, to'ydan keyin degan ma'noni beradi. Kelinglar endi tarjima qilib chiqamiz. Vor der Hochzeit sind die Paare in Deutschland im Durchschnitt 4,7 Jahre zusammen. Ya'ni to'ydan oldin juftlar Germaniyada o'rtacha 4,7 yil birga yashaydi. In der Regel macht der Mann der Frau einen Heiratsantrag. Manchmal ist es umgekehrt. Qonun bo'yicha yoki odatda erkaklar ayollarga to'y taklifini beradi, ya'ni uylanish. Ba'zida esa buni teskarisi ham bo'lib turadi. Ein sehr alter und bekannter Brauch ist der Polterabend, ya'ni eng eski va o'sha mashhur tadbir desak bo'ladi. Bu unashtiruv kechasi. Am Abend vor der Hochzeit feiert das zukünftige Brautpaar zusammen mit Verwandten, Freunden und Kollegen deyilyapti. Ya'ni to'ydan bir kun oldin bo'lajak o'sha er-xotinlar birgalikda qarindoshlari, do'stlari hamda kollegalari bilan birgalikda nishonlashadi. Die Gäste bringen altes Geschirr mit und zerschlagen es vor die Tür. Ya'ni mehmonlar o'zlari bilan idish-tovoq olib kelishadi va buni eshik oldida sindirishadi. Der Lärm soll die bösen Geister vertreiben und das kaputte Geschirr soll dem Brautpaar Glück bringen. Ya'ni tovushi yomon ruhlarni haydaydi va singan idish ularga baxt olib keladi degan ma'noda aynan idish-tovoqlar sindiriladi. Die Trauung, ya'ni nikoh. Die Trauung erfolgt auf dem Standesamt, ya'ni nikoh bo'ladi zagsda.
Viele Paare heiraten danach noch einmal in der Kirche deyilyapti. Ya'ni ko'plab juftlar turmush qurishadi. Anaqa cherkovda ham. Beide standesamtlichen Trauungen sind normalerweise zwei Trauzeugen dabei, einer für die Braut, einer für den Bräutigam. Ya'ni zagsda, nikohda normal holatda ikkitadan guvoh bo'ladi. Bittasi ya'ni erniki, ikkinchisi esa kelinniki. In Deutschland ist Braut durchschnittlich 30,5 Jahre, die Bräutigam 33,5 Jahre alt. Ya'ni Germaniyada o'rtacha uylanish erkaklar 35 hamda ayollar 33,5 yoshni tashkil qiladi. Das Heiratsalter ist in den letzten Jahren gestiegen. Ya'ni uylanish yoshi so'nggi yillarda ko'tarildi. 64% der Deutschen heiraten, weil sie die Partnerin der Partner lieben. 64% nemislar uylanadi chunki ular partnerlarini yaxshi ko'rishadi. Etwa 40% heiraten eher aus finanzielle Gründe. 40% esa o'sha finans sabablarga ko'ra turmush qurilmoqda. Die Hochzeitfeier, ya'ni to'y nishonlash. Die meisten Hochzeitfeiern in Deutschland haben etwa 20 bis 50 Gäste. Ya'ni to'y nishonlash Germaniyada o'rtacha 20-50 ta mehmon. Es gibt natürlich auch größere und kleinere Hochzeitfeiern. Va albatta katta va kichik to'y nishonlashlari mavjud. Für die Hochzeitfeier werden durchschnittlich 10.000 Euro ausgegeben. Ya'ni to'y marosimiga o'rtacha 10.000 euro sarflanadi. Der Höhepunkt der meisten Hochzeitfeiern ist die Hochzeittorte. Ya'ni yuqori nuqtasi to'y nishonlashda bu to'y torti. Das Brautpaar schneidet die Hochzeitstorte gemeinsam mit einem Messer an. Ya'ni o'sha bo'lajak er-xotinlar demak tortni birgalikda kesishadi pichoq bilan. Als Hochzeitgeschenk wird Geld immer beliebter. To'y sovg'asi sifatida pul albatta eng sevimli. Weil viele Paare schon vor der Hochzeit zusammen leben. Ya'ni chunki ko'pchilik juftlar to'ydan oldin birgalikda yashashadi, biroq sie kein Geschirr ularga idishtoq kerak bo'lmaydi yoki boshqa narsalar. Nach der Hochzeit, to'ydan keyin. Jetzt kommen die schlechten Nachrichten. Endi esa navbat yomon xabarlarga. Ehepaare bleiben in Deutschland im Durchschnitt nur 14 Jahre zusammen. Ya'ni juftliklar Germaniyada o'rtacha 14 yil birgalikda yashashadi. Etwa 45% der Ehen halten nicht, aber es gibt Hoffnung, die Scheidungsquote ist in den letzten Jahren gesunken. 45% juftliklar demak ajrashib ketadi, lekin umid bor, sababi ajrashish koeffitsiyenti oxirgi yillarda tushmoqda. Sie lag zwischen 2005 und 2011 noch bei rund 50%. Ular o'rtacha 2005-2011 yilda 50% ni tashkil qiladi. Albatta bu nemis, ya'ni Germaniya to'yi haqidagi ma'lumotlar edi va bu yerda qiziqarli redmitlar berilmoqda. Familienstand, ya'ni oilaviy holat. Vor der Hochzeit ledig, to'ydan oldin bo'ydoq. Nach der Hochzeit verheiratet, to'ydan keyin uylangan yoki turmush qurgan. Ohne Hochzeit to'ysiz zusammen wohnen, birga yashovchi. Nach der Scheidung, ajrashgandan keyin, geschieden, ajrashgan. Jemanden heiraten sich von jemanden scheiden lassen. Ya'ni kimgadir uylanmoq, kimdir bilan ajrashmoq degan ma'noni bermoqda. Va 7-mashqda xuddi shu o'qilgan demak tekstdagi ma'lumotlarni biz richtig yoki falsch belgilarini qo'yishimiz kerak bo'ladi. Birinchida, es ist in Deutschland möglich, dass die Frau dem Mann einen Heiratsantrag macht. Buni iloji bor, ayol ham erkak kishiga to'yda taklif qilsa. Albatta bu richtig, yuqorida o'qidik. Beim Polterabend machen die Gäste das Geschirr des Brautpaars kaputt. Ya'ni unashtiruv kechasida mehmonlar aynan turmush qurayotganlarning idishtovog'ini sindiradi deyapti. Bu albatta falsch, sababi ular o'zlari bilan olib kelishadi. Bei der Trauung müssen die 4 Zeugen anwesend sein. Ya'ni to'y paytida 4 ta nikoh guvoh bo'lishi kerak deyilyapti. Albatta bu falsch. Biz ko'rdik, 2 ta yetadi. Das Heiratsalter ist heute höher als früher.
ya'ni uylanish yoshi bugungi kunda balandroq oldinga nisbatan. Bu albatta richtig. Navbatdagi mashq 5-si Zur Hochzeit schenkt man am besten Haushaltsgegenstände deyiladi. To'yga sovg'a eng zo'ri bu o'sha uy ro'zg'or narsalari. Bu albatta farsh, ko'rdik. Eng sevimli narsa albatta pul. Die meisten Deutschen heiraten aus finanziellen Gründen. Ko'pchilik nemislar finans sabab bo'yicha uylanyapti. Yo'q. Asosiysi yaxshi ko'rishadi, faqat bir nechadir foizi finans. Die Anzahl der Scheidungen steigt. Ya'ni ajrashish soni ko'paymoqda deyilyapti. Bu albatta falsh. Ajrashishlar soni hozirgi kunda kamaymoqda. Va shu kabi bir qismini ham o'z nihoyasiga yetkazib qo'yasizlar. Bu yerda albatta crossword berilyapti. Bu menimcha bu unchalik qiyinchiliklarga olib kelmaydi degan umiddaman do'stlar. 8-mashqda aynan o'zingizni yurtingizdagi to'ylar haqida ma'lumot berishingiz so'ranmoqda, yozma yoki og'zaki tarzda. Albatta biz xursand bo'lardik. Ushbu mashqni ko'rganingizdan keyin bizni ijtimoiy tarmoqlarimizga, Telegram, YouTube'ga kommentariya sifatidami qoldirsangiz, albatta biz buni ko'rib, ya'ni darslarimiz foydali bo'layotganiga guvoh bo'lardik va o'z ijodimizni davom ettirardik degan umiddaman. Albatta bu yerda sizlar aynan o'zingizni yurtingizdagi to'y haqida ma'lumot berishingiz so'ranmoqda. 9-mashqqa e'tiborimizni qaratamiz. Bu yerda while connector. While connector bilan biz sizlar bilan aynan A1 spektrum darsida ham tanishganmiz. Ya'ni buni alternativasi sifatida thenni biz o'rgangan edik. Ya'ni chunki degan ma'noni beradi. Ikkalasi ham aynan A1 uchun then, while esa A2 daraja uchun mo'ljallangan. Nima uchun farqli deydigan bo'lsalaring, albatta thenda demak struktura jihatdan hech narsa o'zgarmaydi, ya'ni yana ot fe'l davom etaveradi. Mana bu while'da bo'lsa, biz fe'lni qo'shma gapda oxiriga o'tkazib olishimiz kerak bo'ladi, aynan tuslanayotgan fe'lni. Va warum, ya'ni nima uchun, ya'ni sabab ko'rsatilishi kerak, aynan while'ni ishlatish qonuni bo'yicha. Endi misolni ko'rib chiqamiz. 64% der Deutschen heiraten, weil sie die Partnerin der Partner lieben. 64% nemislar uylanadi chunki ular juftini yaxshi ko'radi va bu yerda fe'lni aynan oxiriga o'tib ketganligini ko'rib turibsizlar. Ikkinchi holatda weil viele Paare schon vor der Hochzeit zusammen leben, brauchen sie kein Geschirr oder Besteck mehr. Bu yerda asosiy gap pastki qismda, ya'ni ularga idish-tovoq va boshqa buyumlar kerak emas, chunki juftliklar to'ydan oldin ham birgalikda yashashadi degan ma'noni beryapti. Albatta bu while grammatikasi uchun ajratilgan qism edi va spektrum darsi B mashqida demak bizga aynan while'ni yaxshi tushunishimiz uchun mashqlar berilmoqda. Kelinglar birgalikda bir ikkitasini ko'rib chiqamiz. Qolganini demak o'zlaring davom ettirib qo'yasizlar. Die Partner heiraten nicht aus Liebe deyilyapti. Viele Ehen halten nicht. Ko'plab nikohlar davomiy bo'lmaydi deylik. Weil die Partner nicht aus Liebe heiraten. Chunki juftlar sevib uylanmaydi degan ma'no beradi. Mana bu ma'lumot qo'yilyapti. Viele Ehen halten nicht. Endi birinchi mashqni qilamiz. Weil die Partner, ya'ni while qo'yamiz birinchi, hamda die Partner kommunizieren oxiriga o'tib ketadi. Weil die Partner nicht gut miteinander kommunizieren bo'ladi. Tushunganingizda, demak ko'pchilik nikohlar bo'lmaydi chunki juftliklar bir-biri bilan yaxshi kommunikatsiya qilmaydi deyilyapti. Navbatdagisi Viele Ehen halten nicht, ko'plab nikohlar bo'lmaydi. Die Partner albatta zuhni oxiriga o'tib ketadi. Fehler nicht bei sich selbst suchen. Ya'ni partnerlar demak
aybni o'zidan oqtarmaydi degan ma'noni beryapti. Ko'rib turganingizdek, qolgan mashqlarni ham o'z nihoyasiga yetkazib qo'yasizlar. 11-mashq Einladungen, ya'ni taklifnomalar. Die Einladung, ya'ni taklifnoma degan ma'noni beradi. Wir sagen ja und das wollen wir gerne mit euch feiern. Biz ha dedik va buni siz bilan birgalikda nishonlashni xohladik. Unsere Trauung findet am 22. Mai um 10 Uhr auf dem Standesamt Mitte von Berlin statt. Ya'ni bizni nikoh marosimimiz 22-may kuni 10:00 da ZAX, ya'ni Berlinda markazida bo'ladi. Anschließend laden wir euch zu einem festlichen Essen im Restaurant Hackett Hals ein. Va so'ngida sizni o'sha taomga taklif qilamiz restoranga. Bitte schreibt uns bis zum 22. April, ob ihr kommt. Iltimos 22-aprelda kelishingiz haqida yozing. Wir feiern uns auf diesem Tag und auf euch. Biz sizni ushbu kunda kutib qolamiz deyilyapti. Katarina hamda Sebastian. Albatta bu Germaniyani to'yga taklifnomasi edi va bunga reaksiyalar berilmoqda. Vielen Dank, katta rahmat, was für eine Freude, qanday baxt. Es tut mir so leid, aber ich kann nicht kommen. Man afsusdaman, lekin men kela olmayman. Ich wünsche euch, man tilayman sizlarga deyilmoqda. Endi esa bizdan so'ralayotgan narsa, albatta birinchi o'rinda ushbu taklifnomaga shunchaki reaksiya berishimiz va D qismida esa tug'ilgan kunga o'zimizni do'stimizni, qiz bola yoki o'g'il bola do'stimizni taklif qilishimiz so'ralyapti. Bu yerda sizlarga redimitorlar berilmoqda. Buni D mashqini demak yozib bizni kommentariyalarga jo'natishingiz mumkin bo'ladi. Davom etamiz. 12-mashq Glückwunsch, ya'ni tilaklar. Birinchi holatda ko'rib chiqamiz. Herzlich Glückwunsch, chin ko'ngildan tabriklayman. Zur Beförderung, ya'ni lavozim oshganligi bilan. Zur Hochzeit, to'y munosabati bilan. Zum Geburtstag, tug'ilgan kun bilan. Zur bestandene Prüfung va o'tilgan imtihon bilan. Ich gratuliere dir euch ihnen zum deyapti. Men tabriklayman sizni nimadir bilan. Ich wünsche dir euch, men tilayman sizlarga Glück, Erfolg, Gesundheit, baxt, omad hamda salomatlik. Bularni demak quyidagi mashqlarga qo'yib chiqishimiz kerak. Oma hat Geburtstag, herzlich Glückwunsch zum Geburtstag bo'ladi. Peter hat die Deutsch Prüfung bestanden, ya'ni Peter imtihonni muvaffaqiyatli topshirdi. Herzlich Glückwunsch zur bestandenen Prüfung qo'ysak bo'ladi. Jan hat einen neuen Job. Ich gratuliere dir qo'ysak bo'ladi yoki herzlich Glückwunsch zur Beförderung shu kabi ma'lumotlar ko'rsak bo'ladi yoki ich wünsche ihnen Glück yoki Erfolg. Martina und Martin haben geheiratet. Martina hamda Martin uylanishmoqda. Herzlich Glückwunsch zur Hochzeit. Zur Hochzeit. Beate ist Abteilungsleiterin geworden. Ya'ni Beate bo'lim boshlig'i bo'lib qoldi. Herzlich Glückwunsch zur Beförderung, albatta bunga ham mos keladi. 13-mashqda viele Einladungen, viele Geschenke, ko'plab takliflar, ko'plab sovg'alar nomlanadi. Va bu yerda KDNO targoviy sentri berilmoqda va etajlarga ajratilmoqda. Aynan ushbu bo'limlarda, etajlarda har xil buyumlar joylashgan. Misol uchun, Untergeschossda pishiriqlar, ichimliklar, yotoq narsalari, hamda ro'molchalar, yostiqlar, kafe hamda avtomat pul yechadigan. Erdgeschossda kosmetika, kojniy narsalar, kitoblar, yozuv narsalari, sayohat,
Uhr, Schmuck, Zebulzinat. Birinchi etajda Damenbekleidung, Unterwäsche für Damen, Damenschuhe, Designer Mode. Ya'ni ayollar bo'limi ekan. Ikkinchi etajda esa Herrenbekleidung, Unterwäsche für Herren, Herrenschuhe, Designer Mode. Bu albatta erkaklar uchun. Uchinchi etaj Spielwagen, Baby und Kinderbekleidung, Sport und Freizeit, Musik, Film, Computer. Ko'rib turganingizdek, bu bo'lim albatta yosh bolalar uchun ajratilgan. Va 4-etajda Haushaltswaren, Möbel, Lampen, Restaurant, Kunden-WC, Kundenservis. Bu esa umumiy mebel, lampa, restoran, mijozlar uchun servis, uy ro'zg'or buyumlari demak joylashgan ekan. Kelinglar, buni misol hamda birinchi mashqni birgalikda qilamiz va davomini qiyinchiliksiz o'ylaymanki davom ettirib berasizlar. Birinchi holatda Oma zum Geburtstag ein Parfüm va A qismiga e'tiborimizni qaratamiz. Was schenkst du Oma zum Geburtstag? Schenken fe'li sovg'a qilmoq. Nima sovg'a qilding buvangga tug'ilgan kuniga? B qismi. Ich schenke ihr ein Parfüm. Men unga, ya'ni parfyum sovg'a qildim. Mana bu yerda parfyum to'g'risida ma'lumot berilyapti. Va C qismi. Parfüm kann man im Erdgeschoss kaufen. Parfümni o'sha birinchi etajdan sotib olish mumkin deyilyapti. Tekshirib qo'yamiz. Albatta, mana Erdgeschoss, parfyum, albatta kosmetik qismiga nisbatan olinyapti bu yerda. Shuning uchun berilmoqda. Endi davom ettiramiz. Katarina und Sebastian. Zur Hochzeit eine Wohnzimmerlampe. Savol demak. Was schenkst du kimga? Katarina und Sebastian nimaga ekan? Zur Hochzeit. Zur Hochzeit deylik. Va javob tariqasida ich schenke bu yerda albatta ihr yuqori qismda datinning padejda olmoshlari bizda Katarina bilan Sebastian albatta ihnen ko'rinishda bo'ladi. Ihnen. Ich schenke ihnen eine Wohnzimmerlampe. Wohnzimmerlampe. Endi Wohnzimmerlampe, umuman lampalar qayerdaligini ko'rib chiqamiz. Lampa 4-etajligi. Demak, javob qanaqa bo'ladi? Die Wohnzimmerlampe, ya'ni die Wohnzimmerlampe bu yerga keladi. Yashil tariqasida beraylik. Die Wohnzimmerlampe, Wohnzimmerlampe kann man olmosh kann man qayerda? Im 4. Stock kaufen. Mana 4-etajda nima qilsa bo'lar ekan? Kaufen sotib olsak bo'lar ekan. Shu tariqa navbatdagi qismlarni ham o'z nihoyasiga yetkazib qo'yasizlar. 15-mashq Strukturen und bestimmter Artikel ohne Nomen deb nomlanadi. Ya'ni bu yerda biz otlarni faqatgina artikellar yordamida demak ko'rsatishimiz mumkin bo'ladi va misolni ko'rib ketamiz. Der Kochtopf, ya'ni qozon degan ma'noni anglatadi. Ich habe keinen Kochtopf, ya'ni menda qozon yo'q. Ich kann nicht kochen, men pishira olmayman. Kein Problem, hier ist einer, ya'ni Kochtopfda artikel der bo'lganligi uchun biz faqatgina artikel yordamida, ya'ni einer deb aynan qozonni ko'rsatishimiz mumkin bo'ladi yoki bo'lmasa ikkinchi holatda kein Problem, ich habe einen. Bu yerda esa aynan akkuzativda ham demak ko'rsatishimiz mumkin bo'ladi. Endi ikkinchi holat die Tablette, ya'ni tabletkalar. Ich habe keine Tablette, menda tabletkalar yo'q. Ich habe Kopfschmerzen, menda bosh og'rig'i bor. Kein Problem, hier ist eine, ya'ni u shu yerda jenskiy rodligi uchun eine deb ko'rsatilmoqda. Bu yerda ham demak o'sha artikel yordamida ko'rsatishimiz mumkin bo'ladi. Ikkinchi misol das Handy, telefon, bu средний род. Ich habe kein Handy,
Ich kann nicht telefonieren. Menda telefon yo'q. Men telefonlasha olmayman. Kein Problem, hier ist eins. U shu yerda. Ya'ni sredniy rod bo'lganligi uchun s kelib qo'shilmoqda. Kein Problem, ich habe eins. Bu yerda esa akkuzativga nisbatan tuslanmoqda. Va ko'plikka nisbatan die Stifte, ruchkalar. Ich habe keine Stifte. Ich kann nicht malen. Menda ruchkalar yo'q. Men chiza olmayman. Kein Problem, hier sind welche. Ya'ni ko'plikni biz welche yordamida ko'rsatamiz. Kein Problem, ich habe welche. Bu yerda ham akkuzativda ham demak aynan welche yordamida plural shaklini hosil qilishimiz mumkin bo'ladi va sizlarga mana mashq uchun dialog berilmoqda. Buni ham demak o'qib ko'rib chiqsangiz bo'ladi. 16-mashq intervyu einkaufen, ya'ni xaridlar degan ma'noni anglatadi va savollarni keling tarjima qilib chiqamiz birgalikda. Kaufen Sie gern ein, ya'ni bajonidil narsa xarid qilasizmi? Wenn ja, was kaufen Sie? Agar ha bo'lsa, nima xarid qilasiz degan ma'noni beryapti. Xo'p. Wo kaufen Sie gern Lebensmittel, Brot, Fleisch, Gemüse, Kleidung, Schuhe, Möbel ein? Qayerda demak narsa xarid qilasiz? Oziq-ovqat, non, go'sht, sabzavot, kiyim-kechaklardan. Können Sie ein Geschäft empfehlen? Birorta bir do'konni demak tavsiya qila olasizmi? Wann gehen Sie normalerweise einkaufen? Normal holatda qachon demak narsa xarid qilgani borasiz deb berilmoqda. 19-mashq Strukturen Satzbau. Kelinglar, bu mashqni qilishdan oldin biroz grammatik qismga yana qaytamiz. Ya'ni qaysi qismiga kelishiklarni ketma-ketligi bo'yicha gaplashamiz. O'zbek tilida farq qilmasligi mumkin. Misol uchun, tushum kelishigi yoki qaratqich kelishiga ketma-ketligini biz qo'ysak bo'laveradi. Lekin aynan nemis tilida bularni o'z ketma-ketligi bor. Ya'ni bular 3 ta qonuniyatga bo'ysunadi. Kelinglar, birinchi qonuniyat har doim otlar birinchi o'rinda demak nominativ, ya'ni bosh kelishik qo'yiladi. Keyin esa undan keyin agar ikkala otlar, misol uchun bizning gapimizda ham tushum kelishigi bor va datinni, ya'ni jo'nalish kelishigi bor. Ushbu holatda agar ikkalasi ham ot ko'rinishida bo'lsa, birinchi o'rinda datinni padesh, keyin esa akkuzativ keladi. Qachonki bular demak barchasi nomen ko'rinishida bo'lsa, ya'ni ot ko'rinishida. Ikkinchi qonuniyatimiz, ya'ni bunda agar mabodo mana bu dativ yoki akkuzativ olmosh ko'rinishda, ya'ni pronomen bo'lib qoladigan bo'lsa, bunda qanday bo'ladi? Bu holatda birinchi o'rinda nominativ keladi, ikkinchi o'rinda qaysi biri pronomen bo'lsa, albatta shu, keyin yoki dativ yoki akkuzativni nomen holati keladi. Va uchinchi qonuniyatimiz, uchinchisini mana bu yerga yozaman. Uchinchi qonun bo'yicha agar bizda barcha otlarimiz, kelishiklarimiz olmosh ko'rinishda bo'lsa, ya'ni bunda birinchi o'rinda nominativ, keyin esa akkuzativ, keyin esa dativ ketma-ketligida qo'yishimiz lozim bo'ladi. Agar mabodo biz ushbu grammatikani ga javob bermasak, schreiben qismida bo'ladimi, bu sprechen qismida, demak bizni gapimiz nuqsonli, ya'ni xato, grammatik jihatdan xato hisoblanadi. Takrorlasak, birinchi holatda demak barchasi nomen bo'lsa, birinchi o'rinda dativ, keyin akkuzativ. Bu yerda barchasi pronomen bo'lsa, birinchi o'rinda nominativ, keyin akkuzativ, keyin dativ. Ikkinchi qonuniyatimiz birinchi o'rinda nominativ, keyin pronomen va keyin nomen ko'rinishida qo'yiladi. Kelinglar endi 19-mashqni birgalikda bajaramiz. Ushbu holatda demak bizga ham pronomen, ham ot ko'rinishida turli xil shakllarda demak bermoqda. Albatta bu bizni grammatikamizni boyitadi degan umiddaman. Birinchi holatda Martina will den Gästen die neue Kaufmaschine erklären. Ya'ni Martina xohlayapti bu yerda den Gästen mehmonlarga die neue Kaffeemaschine erklären. Ya'ni Martina xohlayapti kimga? Yangi mehmonlarga yangi kofe mashinasini tushuntirishni. Bu yerda albatta birinchi o'rinda dativ, keyin esa
akkuzativ bo'ladi. Bu albatta birinchi qonuniyatimizga javob beryapti, ya'ni ikkalasi ham aynan ot ko'rinishida kelyapti. Ikkinchi holatda Peter möchte Ihnen lieber das Haus zeigen, ya'ni Peter xohlayapti unga yoki ularga bu albatta dativ va das Haus zeigen uyni ko'rsatishni. Bu esa akkuzativ ko'rinishida bo'lyapti. Uchinchi holat Martina hat es Ihnen aber schon gezeigt. Martina uni unga allaqachon ko'rsatdi. Ya'ni bu yerda uchinchi qonuniyatimiz ikkalasi ham demak pronomen holati berilyapti. Shu holatda demak birinchi o'rinda nominativ, keyin akkuzativ, keyin esa dativ ko'rinishida bo'ladi. To'rtinchi holatda bu yerda faqatgina bitta olmosh, ya'ni dativniy padejda Wir gratulieren dir zum Geburtstag. Biz sizni tug'ilgan kuningiz bilan tabriklaymiz. Bu albatta dativniy padej. Va beshinchisi Martina erinnert ihren Mann an den Hochzeittag. Martina esladi ihren Mann bu yerda demak akkuzativ bo'lyapti to'y kuni haqida. Wir schenken dem Brautpaar zur Hochzeit eine Lampe. Biz sovg'a qildik bu o'sha nikohi bo'layotganlarga to'yiga nimani? Lampani. Bu yerda dem Brautpaar dativ, eine Lampe akkuzativ ko'rinishda bo'lyapti. Va quyidagi o'rgatgan grammatikani ushbu B qismida demak sizlarga kitob tushuntirib bermoqda. 20-mashqda o'sha Germaniyadagi mashhur targoviy sentrlar, ya'ni sotuv majmualari haqida berilmoqda. Albatta buni eshitib hamda o'qib, tarjima qilib o'zimizga bu kerakli bo'lgan ma'lumotlarni olishimiz kerak bo'ladi va A hamda B qismida ushbu ma'lumotlarni to'liq yozib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Bizga esa kerakli qism ushbu kapitalda demak 22-mashq. Bu 22-mashq bizni demak A2 daraja Goethe sertifikat imtihoni Sprechen qismiga tayyorlov mashqi. Ya'ni bu yerda nima bo'ladi? Albatta imtihonda ham xuddi shunaqa jarayon ketadi. Bizga demak ikkita ishtirokchi uchun ikki xil termin kalendar beriladi, ya'ni uchrashuv kalendari va turli xil masalalar beriladi. Birgalikda sizlar uchrashuvni belgilashlarning kerak bo'ladi bo'sh vaqtni topib va o'sha berilgan vazifani bajarishimiz kerak bo'ladi. Ushbu holatda bo'lsa, Katarina hamda Sebastian uylanishmoqchi, bir-biriga turmush qurishmoqchi va ushbu to'ylariga taklif qilishdi. Sizlar esa shanba kuni birgalikda demak do'stingiz bilan bo'sh vaqtni topib ularga to'y sovg'asini xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Ko'rib turibmiz, A ishtirokchi bu yerda B ishtirokchi berilmoqda. Ularni bo'sh kunlarini ko'rib, bitta vaqtni demak belgilashimiz kerak bo'ladi. Mana dialog boshlanyapti. Wollen wir am Samstag zusammen das Geschenk für Katharina und Sebastian kaufen? Ja, das ist eine gute Idee. Ja, das können wir machen. Hast du am Vormittag Zeit? Ertaga vaqting bormi? Also, am Vormittag schlafe ich noch. Men uxlayman hali deyapti, ko'rib turibmiz. 10:00 gacha A inson demak uxlaydi. Shuning uchun mana 11:00 da turaman deyapti. 11:00 da. 11:00 da vaqting bormi deyapti ekan, kechirasizlar. Bu 11 Uhr habe ich leider keine Zeit. Da bin ich beim Friseur. 11:00 da afsuski vaqtim yo'q, men sartaroshda bo'laman. 12:00 dachi deyapti. Bu haqiqatan ham sartaroshda. 12:00 da bu nima qilar ekan? Ovqatlanar ekan. Aytasizlar, 12 Uhr esse ich etwas im Brunch im Café Hugo. Und passt Ihnen 13 Uhr desa, albatta bu yerda bo'sh joy qolmoqda, demak 13:00 da vaqti bor. Ya'ni bu yerda demak ko'rishsak bo'ladi. Demak, shu tariqa 6-mashq kapitalni o'z nihoyasiga yetkazdik. Albatta qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddamiz. Xato kamchiliklari bo'lsa, kommentariyada, izohlarda qoldirasizlar degan umiddaman. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat.